Assalomu alaykum. Men Jizzax viloyati G'allaorol tumani Qo'ytosh qo'rg'onidan Mamadiyorov Abdurashid bo'laman. 1959-yilda tug'ilganman. Men bu kishilarga murojaatim shu 89-yilda tug'ilgan qizim betopligi tufayli murojaat qilyapman. Qizim artritmi, ko'ksa artrozmi shunaqangi kasallik bilan 10 yildan ziyod og'rib juda qiynalyapti. Bir yordam berishlaringizni so'rayman shundan. Bitta qizi bor, bitta farzandli. Tak 6-sinfda o'qiydi. 6-sinf turmushidan ajrashdi u. Жаңа kasallik tufayli turmushdan ajrashib ketdi. Hozir men bilan turadi. 10 yildan ziyod o'zim qaratyapman, o'zim davolatyapman. Juda qiynaldik, moddiy ahvoldan toza qiynalib qoldik. Endi xalqim himmatli, xalqimdan bir yordam so'rab men murojaat qilyapman. Yo'q, anaqa hech operatsiya qilishga hech bo'lmadi. Tabibga bordi, doktorga bordi, imkon darajasida o'zim qaratdim, doktorga bordim. Hozir aka ukasi u yoqqa chiqadigan bo'lsa, shu menga o'xshab o'tiradi, ikki yonboshdan ko'tarib olib u yoqqa ketadi. Qizim oliy ma'lumotli. Jizzax pedinstitut tugatgan. Lekin imkoniyat yo'q. Shu oxirgi kursda ham akademический отпускка oldi edi. Yo'q, shunda ham qiynalsa ham bir amallab onasi borib yordam berib turdi. 6 oymi 7 oy oxirgi kursida shuni tugatib oldi. Qo'ytoshimiz endi 1936-yilda ochilgan bo'lib, 52-yilda ishga tushgan. Shu 52-yildan 1995-yilgacha ishlab keldi. Mana shu 1995dan buyog'iga umuman Qo'ytosh koni yopildi. Hozir juda ham Qo'ytoshda ishsiz ko'p, yoshlar barisi tentirab yuribdi. Birov Rossiyada, birov Toshkentda, birov Jizzaxda. Hozir endi bitta ikkita pensionerning qo'liga qarab qolgan Qo'ytosh ham. Shu bolalar topib kelsa u yerda ishlab bir ozroq kun ko'raladi, bo'lmasa kun ko'rolmaydi, hali ham kun ko'rolmayapti. Xotin qizlarga deb bir tikuv sex ochib edi. O tikuv sexda ham bir 5-6 xotin qizlar ishladi, keyin yana yopilib qoldi birdan. Hozir absolutno yo'q, hech narsa yo'q. Bir 4 ta 5 ta xotin ishlaydi. Uning mahsuloti qayerga ketyapti, nima qiladi, uni bilmaymiz. Qo'ytosh absolutno ishsiz xalq. Lekin Qo'ytoshda ishlayapti, firma deyman, firma hali ishlayapti, 3 ta 4 ta firma ishlayapti. Ular ham o'zlarining odamlari bilan kelib olgan. Masalan, men 4 ta o'g'lim bor, 4 ta ham bekar. Ish yo'q. Yordam so'ra olmaysiz. Yordam so'rab borsangiz, ishlanglar deydi. Ishlashga imkoniyat yo'q. Agrot yo'q hisobi. Agrot bo'lganman bizning hovlilarda oqin suv yo'q. Suv yo'q. Hali pomidor u yoq-bu yoq eksak ham shu chavg'immanmi yo kurishka bilanmi ozroq suv quyib ko'karsangiz, uni ham qilmagan yo'q. Juda moddiy ahvoldan juda qiyinchilikda bo'lib turibdi. Ish yo'q. Qo'ytosh shaharcha bo'lgan, juda gullagan, juda shahar tipida, shahar nomi berilgan. Qo'ytosh shaharchasi derilardi. Haqiqatan havas qilsangiz bo'ladigan shaharcha edi. Hozir endi qishloqdan betar. Qishloqda ham uncha agrot bor, og'in suv bor, tayyor mol qiladi, boshqa qiladi. Shaxsan men o'zimda ya mol qolmadi, ya bir imkoniyat qolmadi hech narsa. Shu bor topganim shu qizni davolatish, shu qizga dori olish, boshqa qilish, shu yig'lamasa bo'ldi.